Yozyovon parranda bozori mana. Hamma yo'q. Tovuq, brollerchalar. Yine 5-30. G'ozi jo'jalari ham bor ekan, g'ozi jo'jalari. O'rdak jo'jalar nech pul ekan? So'ramadingizmi? Yo'q. O'rdak jo'jalar nech pul? 12dan. Ularchi, g'ozlarchi. Ular 100 ming olsa kerak. G'oz nech pul ekan? G'oz 70 dan beryapti. 70. Pishqopda. O'tgan bozor 100 edi-da shaqalari. 70. Hamma yo'q bor ekan mana jo'jalar. Hali 3 kunlikdan chiqmayapti shekilli, 3 kunligidan. Yangi so'tishmi badana? Nech pul sotyapsiz ular? 3 kunlikda. O, nonimi? Ha, o'shada endi Ya bu kattaroq ekan, aha. Kattaroqmi? Ana qara jardinkada. Nargi orqada. Ha, bu ha, mana 3 kunlik ular. Mana Kurkito'da aldagani. Tuxumni qo'yasizlar, 3 kunda almashtirib, jo'jadan qo'shib yuborasizlar, bo'ldi. Zo'r bo'ladi, yetalab ketaveradi. Tumshug'iga yoptirib keslar. Hamma yo'q o'rdak jo'jalar. Arzon hamma yo'q. Mana parrandaga qiziquvchilar Yozyovon bozoriga kelib, bemalol olib borib bahslar bo'laveradi. Salomat bo'linglar.